Gemangionasi bor bolalarga massaj olish mumkinmi? Aynan shunaqa SMSlar juda ham ko'p keladi. Bu gemangionani qatida joylashganiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun juda ko'pchilik gemangionani faqat teri yuzasida joylashgan deb o'ylaydi. Aslida gemangiona teri yuzasida, teri ostida, hattoki sizni organlaringizda ham bo'ladi. Organdan tashqari sizni suyalaringiz, umurtqa pog'oni, miya deysizmi, butun organizmingizni xohlagan joyda bo'lishi mumkin bo'ladi. Gemangiona katta kichikligiga qarab, qayerda joylashganiga qarab turib, vrachlar tomonidan massajga ruxsat beriladi. Agar u teri yuzasida joylashgan bo'lsa, unda massaj mutaxassislari gemangionaga tegmasdan, undan aylanib o'tib, yoki unga yetmasdan turib massaj qilishadi. Gemangionasi bor bolajonlarga elektroforez qo'yishga ruxsat berishmaydi. Ba'zi bir holatlarda uni razmeri kichkina bo'lsa, ruxsat berishadigan holatlar ham bo'ladi. Gemangionasi bor bo'lgan bolajonlarga nafaqat massaj, balki uni ichayotgan dori-darmonlarga ham e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir dori-darmonlar gemangionani kattalashtirib olishiga va jiddiy alomatlarga olib kelishi mumkin. Bu videoni farzandida gemangionasi bor bo'lgan onajonlarga yuborib qo'ying.